Assalomu alaykum qadrli YouTube kanalimiz obunachilari. Xudo xolasa mana yangi videomizni boshlab oldik. Sizlarga mana zavod bazani o'zidan to'g'ridan-to'g'ri videolar ham ulashamiz. Qanamasam boshladik. Hop. Birinchi obzorimiz mana stakanchi modellar 1/1 091 model deyiladi. Azbo tomonidan ishlab chiqarilgan. Hop. Tumankalari 4 ta tumanka karbonli faralar ishlatilgan. Amortizatorlar 31 lik. Yumshoq yaxshisidan bo'ladi bu. Ko'rishlar mumkin. Balon razmerlari 350 ga 12. Stupnitsalari ham juda ham baquvvat qilib ishlangan. Ranglariga keladigan bo'lsak, to'q ko'k, dark blue rangi mavjud hamda grey mokriy asfalt rangimizdan mavjud. Juda ham chiroyli ishlangan arqa vidlari ko'rishlar mumkin. Hop, yana motor miyasi akkumulyatoriga keladigan bo'lsak, motor miyalari 8 vatli bo'ladi. Akkumulyatori 5 ta 32 lik, 32 amperlik akkumulyatordan 5 ta joylashgan bo'ladi. Kaska, zaryadnik, bakovoy, labovoylari ichida komplektda chiqadi. Akkumulyator boriga o'tib ko'ramiz. Bir ko'rishlar mumkin. Bularga akkumulyator hali qo'yilmabdi. Hurmatli kuzatuvchilar. Sotib olsa sirada qo'yib beriladi yoki bular zakazga bo'lishi ham mumkin. 10 ta 20 ta katta ob'emda chiqaramiz. Manzil shu Qo'qon shahar, birinchi qo'l bazadan sizlarga videolar joylayapmiz. Narxiga keladigan bo'lsak, 7 million 260 ming so'mdan boshlanadi. 5 ta akkumulyatorligi, 6 taligi mana shunday aplatasi bo'ladi. Endi 1 tonnali 2026-yilgi yangi model Azbo tomonidan ishlab chiqarilgan motorolimiz. 1 tonna samosvalli ekan bu. O'zi ko'tarib yuqtiradigan, ya'ni bortlarni ko'rishlar mumkin. Juda ham baquvvat qilib ishlangan. Quyma deyiladi. Chuqur, o'ziga yarasha. Yig'ilmagan holatda mashinalarga ham ortib beramiz. Bularning narxiga keladigan bo'lsak, 1300 AQSh dollari qilib beramiz. Biri 300 kilolik modelimizda ham sotuvda mavjud. Ko'rishlar mumkin. Bu ham juda ham ajoyib ishlangan. O'zigacha. Hamma yog'ida guli bor. Bir-biridan chiroyli. Bortlari ham, ramalari ham baquvvat qilib ishlangan. Akkumulyatoriga keladigan bo'lsak, akkumulyatori 5 ta 45 lik akkumulyatordan inobat bo'lib, bu sizlarga ko'proq masofani bosib o'tishga yordam beradi. Balon razmerlari ham o'rta me'yorda bo'ladi. 400 ga 12. O'ziga hajmiga juda ham mos va ko'taradigan yukiga ham mos. Knopkalari oldi arqa, svet 1-2-3 skorlari, multimedia kolonkalari mavjud. Oldi tormoz jitkisli inobatga olib qo'yasizlar buni ham. Buni ham shu komplektida labovoy, bakovoy, kaska zaryadniga chiqadi. Faralari ham karbonli qilib ishlangan. Juda ham chiroyli. Bulardan ham sog'liq
sotuvda ko'p. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Samasval modelimizni oldidan ko'rinishi. Xuddi shu fason 1 tonnali samasval bo'lmaganidan ham mavjud sotuvda. Uni narxini 1200 dollarga belgilaganmiz. Motor migalari 2000 vatli bo'ladi. Eng full komplektatsiyada bo'ladi. Akkumulyator 6 ta 65 lik. Samasval ham xuddi shunday xarakteristikasi. Balonlari ham eng kattalaridan 512 razmer, Cherokee katta bo'ladi. Amortizatoriga ham e'tibor berasizlar. Eng qani amortizatordan ishlangan. Video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar. Yana shunday videolardan qiziq bo'lsa, sizlarga ulashib boramiz. Ortiqcha akalarimiz bo'lsa, bemalol murojaat qilishsin. Iloji boricha narxlarni kelishtirib beramiz. Eslatib o'tamiz, biz Buroq kompaniyasi rebranding qildik. Azboa bo'ldi brendimiz. Buroqda taniganlar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Sifati qay darajada ekanligini. Shu paytgacha qancha Motorola skuterlar sotgan bo'lsa, unda xohlasa, juda ham bir ijobiy taassurotlarga ega bo'ldik. Butun xalq mazza qilib foydalanishyapti bu Motorolalardan. Sizlar bilan Azboa firmasi bo'ldi. Xudo xolasa YouTube kanalimizga obuna bo'linglar. Bundan qiziq videolar hali oldinda like bosinglar. Bizdan yiroqlashmanglar.